Xo'p, har doimgidek birinchi bo'lib Telegramga kirib olamiz va u yerga tez yasaydi Xbot deb yozamiz. Yozib bo'lganimizdan so'ng esa bu yerda bot chiqadi. Shu botga kiramiz. U botga kirganimizdan so'ng albatta start tugmasini bosamiz va undan keyin haqiqiy asosiy menyu chiqadi va bu yerdan pastki menyulardan boshlasak, birinchi bo'lim bu bizga kerak bo'ladigan tugma ham botlarni boshqarish va bu yerdan yangi bot ochish tugmasi bo'ladi. Yangi bot ochish tugmasini bosganimizdan so'ng kinobotlar menyusini tanlaymiz va u menyuni tanlaganimizdan so'ng Mega Kinobotni tanlaymiz. Bu yerda botlarning narxi ham ko'rsatilgan va buni o'zimizga kerak bo'lgan botni tanlaymiz va botni yaratish tugmachasini bosamiz. Botni yaratish tugmasini bosganimizdan so'ng bosamiz. Undan keyin esa biz botga token yuborishimiz kerak. Ya'ni u botga qaytganimizdan so'ng xuddi shu saqlangan xabarni botga jo'natamiz va bot qabul qilib, botni bizga yaratib beradi va botga o'tish tugmasini bosganimizdan so'ng bizning kinobotimiz tayyor bo'ladi.